Tezkor profilaktik tadbirlar davomida Farg'ona viloyati Ichki ishlar boshqarmasi xodimlari tomonidan inson axloqiga zid bo'lgan, jamiyat ma'naviyatiga jiddiy zarar yetkazuvchi noqonuniy faoliyatga chek qo'yildi. Aniqlanishicha, 1997-yilda tug'ilgan Farg'ona shahrida yashovchi muqaddam sudlangan shaxs o'z xatosidan xulosa chiqarmasdan yanada og'ir yo'lga kirib, boshqa fuqarolarni ham ushbu illatga jalb etgan. U moddiy manfaat evaziga ayol va erkakka o'zaro axloqsiz xatti-harakatlar sodir qilishlari uchun vositachilik qilib, ularga sharoit yaratib bergan vaqtida ashyoviy dalillar bilan qo'lga olindi. Nisbatan tezkor tadbir o'tkazildi. Farg'ona viloyati Ichki ishlar boshqarmasidan jinoyat qidiruv bo'limidanmiz. Telefoningizni taqdim qiling, muallif. Hech qanaqa narsani taqdim qilmayman. Qilmayman. Yuring Ichki ishlar boshqarmasiga. Olib borilgan qo'shimcha tezkor tadbirlar davomida ushbu shaxsning yana bir nechta o'xshash jinoiy holatlarga aloqadorligi aniqlandi. Hozirda barcha holatlari yuzasidan qonuniy choralar ko'rilmoqda. Bu kabi jinoyatlar nafaqat qonunbuzarlik, balki jamiyat ma'naviyatiga, oila muqaddasligiga va yoshlar tarbiyasiga jiddiy tahdid soladi. Har bir fuqaro shuni unutmasligi kerakki, yengil yo'l bilan topilgan daromad hech qachon yaxshilikka olib kelmaydi. Qonun ustuvor, jinoyat esa jazosiz qoldirilmagan. Huquqni muhofaza qiluvchi organlar tomonidan bunday illatlarga qarshi kurash izchil davom etmoqda.